Anlayotganlar Muhammed Aleyhisselam'ın tercüme hali namlı eser. 155. bab Mu'ta uruşi. Muşu yili Cemadiyel evvel ayda Peygamber Aleyhisselam bir qo'shin tayyorlab Busra vadisi tarafidan o'ldirilgan Haris ibn Umayrning qisosini olish uchun avatmoqchi bo'ldi. Qo'shinga Zayd ibn Harisani boshliq qilib tayinlab, Zayd shahid bo'lsa, Ja'far ibn Abu Talib boshliq bo'lsin. O shahid bo'lsa, Abdullah ibn Ravaha boshliq bo'lsin, dedi. Qo'shin 3000 kishidan tarkib topgan edi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Payg'ambar alayhisalom ularga Allohning yordamiga tayinib, Shamdagi dushmanlar bilan urush qilinglar. Chirkovlarda ibodat bilan mashg'ul bo'layotgan kishilarga chaqilmanglar. Ayollarni, balalarni, qari cho'rilarni o'ldirmanglar. Daraxtlarni kesmanglar. Uy imoratlarni buzmanglar, deb tapaladi. Qo'shin atlanib Haris ibn Umayr shahid bo'lgan Mu'ta degan joyga yetib keldi. Bu yerga Rumliqlardan va Xristian diniga kirgan arablardan bo'lib zo'r qo'shin to'plangan edi. Buni ko'rgan g'azilar Payg'ambar alayhisalomga odam avatib yordam talab qilish yoki urush qilaverish to'g'riliq muzokaralashdi. Abdullah ibn Ravaha qopib, "Ey xaloyiq, urush uchun chiqdinglar. Shahid bo'lishni talab qilib chiqdinglar. Biz kuchga yoki odam sonining ko'pligiga tayinib urush qilmaymiz. Faqat Alloh bizni aziz qilgan islom diniga tayinib urush qilamiz. Biz urushib g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat mandaq ikki yaxshilikning biriga ega bo'lamiz", dedi. Kishilar Abdullah ibn Ravahaning so'zini xushallik bilan ma'qullab, mandaq zo'r qo'shinga qarshi urushga atlandi. Dushman bilan uchrashib jangga kirishdi. Zayd ibn Harisa jangda shahid bo'ldi. Bu chaqda alamni Ja'far ibn Abu Talib elib, "Jannat ajab balandur anga kirgan insonga, sharoblari so'g'uq hamshirin shundoq izil makonga, yat iriqliq rumliqlar shum niyatlik yamonga, davzaq tayyor ulardak dinni inkor qilganga, nochi bo'lsang biz tayyor tushkin mana maydonga", dedi-de dushman bilan elishib oxir shahid bo'ldi. Ja'far shahid bo'lgandan keyin alamni Abdullah ibn Ravaha elib alg'a chimdab bir oz ikkilangandek turib oldi-da o'ziga mundoq deb murojaat qildi. "Qasam qildim Abdullah, etil dushman tomonga, meyli xolima tushkin cho'qim maydonga, yovlar tursa oldingda cho'qon selib jahonga, shahid bo'lib kirmamsan jannat degan bo'stonga, xotira jamlik oz bo'lgan bu dunyoda sen jonga, badan ichra qo'yasan so'langan tang zindonga". Ondan u otliq jangga kirib dushman bilan elishib shahid bo'ldi. Bu chaqda ba'zi musulmonlar chekinishni o'ylaydi. Uqba ibn Amir ularga "Xaloyiq, olg'i bosib o'lish chekinib o'lishdan yaxshi", dedi. Shuning bilan musulmonlar chekinmadi va maslahatlashib hammasi Batur Xolid ibn Validni boshliq qilib sayladi. Bu qo'shin Xolid ibn Validning g'ayrati va urushdagi mahorati bilan saqlanib qoldi. Bo'lmasa, bu 3000 kishilik qo'shin 150 ming kishilik dushman qo'shiniga qandoq teng kelaydi deysiz? Xolid ibn Valid alamni ching tutqunicha shu kuni kechgacha qattiq jang qildi. Atsi u qo'shinning saf tartibini o'zgartirib, oldidagilarni orqaga, orqadagilarni oldiga, o'ngdagilarni so'lga, so'ldagilarni o'ngga almashtirdi. Buning bilan Rumliqlar musulmonlarga yordam kepti deb o'ylab qo'rqishdi. Ondan Xolid qo'shinni boshlab orqaga chekinib Mu'taga kelib oldi. Bu qo'shin bu yerda dushman bilan 7 kun kichik janglarni olib bordi. Ondan ikki taraf bir-biridan yiroqlashdi.
Chunki kafirlar musulmonlarga orqa-orqadan yordam kelyotidi deb o'ylab, musulmonlarning orqasidan mengayverganda cho'lning o'ttirisiga kirib qilib, halok bo'lishdan qo'rqdi. Shuning bilan qo'shin to'xtadi. Ularning shahid bo'lganlik xabari kelishdan burun payg'ambar alayhisalom kishilarga Zayd, Ja'far va Ibn Ravohalarning shahid bo'lganligini yetkazib, alamni Zayd tutgan edi. Shahid bo'ldi. Ondan Ja'far tutib, u shahid bo'ldi. Ondan Abdullah ibn Ravoha tutgan edi. U shahid bo'ldi. İkki ko'zidan taramlab yosh to'kildi. Ondan alamni Allohning qilichlaridan bir qilich oldi. Shuning bilan Alloh ularga g'alaba ato qildi, dedi. Payg'ambar alayhisalomga bir kishi kelib, "Ey Rasululloh, Ja'farning oilasidagi ayollar un silib yig'layotidi" deganda, payg'ambar alayhisalom ularni yig'idan to'sashga buyurdi. O kishi, "To'ssam unimidi?" deb ikkinchi qatim kelganda, Rasululloh, "Yana to'sqin" dedi. O kishi uchinchi qatim kelib, "To'ssam unimidi?" dedi. Rasululloh, "Yig'idan to'xtamasa, ularning og'ziga to'pachach" dedi. Qo'shin Madinaga qaytib kelganda, oldiga chiqqan sahobalar ularni qochqinlar deb ayblaganda, payg'ambar alayhisalom, "Undaq emas, ular g'oliblar" dedi. Madinaliklar Xolidning qo'shin bilan qaytib kelganligini mag'lubiyat deb o'yladi. Lekin payg'ambar alayhisalom buning urush taktikasiga kiradiganligini aytib, Xolidning mahoratini maqtadi. 156-bob qo'shin avatish. Mushu yili Jamoadiyil oxir oyida payg'ambar alayhisalomga Quzoa qabilasi kishilarining Madinaga hujum qilish uchun Vodiy Quraning orqasiga to'planayotganligi anglandi. Payg'ambar alayhisalom ularga qarshi Amir ibn As boshchiligida muhojirlarning cho'nglaridan tarkib topgan 300 kishilik qo'shin avatdi. Ularga yordam uchun yana Abu Ubayda ibn Jarrah boshchiligida muhojirlardan 200 kishini avatdi. Bularning ichida Abu Bakr, Umarlarmo bor edi. Oldingi qo'shin dushman yeriga borguncha, keyingi qo'shin uningga yetishib oldi. Qo'shindagi ba'zi kishilar o't yoqmoqchi bo'lganda, Amir ibn As ularni to'sdi. Buningga Umar qarshi chiqdi. Abu Bakr, "Bizga qaraganda Amir ibn As jang qoidasini yaxshiroq bilgachga, Rasululloh uni bizga boshliq qilgan. Buningga xiloflik qilma", dedi. Shuning bilan Umar ibn Xattob bo'ysundi. Qo'shin yetib berib, hujum qilib edi. Bir soat o'tmayla dushmanlar mag'lub bo'lib, tarqalib ketdi. Musulmonlar g'animatlarni yig'di. G'ozilar dushman orqasidan qo'g'lamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, qo'mondoni Amir ibn As unimadi. Musulmonlar g'alaba bilan Madinaga qaytdi. Qaytib kelib etib, Amir ibn As so'g'uq bir kechada junub bo'lib qoldi. Shuning bilan atiganda u, "G'usl qilay desam, so'g'uqdan halok bo'laman. Alloh Qur'onda o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan" deb tayammum qilib qo'shinga imom bo'lib namoz o'qidi. Musulmonlar Madinaga yetib borganda payg'ambar alayhisalom odati bo'yicha ulardan bu qatimqi safardagi ishlarni so'radi. Sahobalar Amir ibn Asdan og'rinib, uning o't qalashni, dushmanning orqasidan qo'g'lashni to'sqanligidan va junub turib namoz o'qiganligidan shikoyat qildi. Rasululloh mazkur ishlarning sababini so'raganda, Amir ibn As, "Dushman bizning sonimizning ozligini bilib qilib, umidvor bo'lib ketmasin deb o't qalashga ruxsat qilmadim. Dushmanning bo'ktirma qo'shini bo'lishdan qo'rqib, orqasidan qo'g'lashga ruxsat qilmadim. Allohning Qur'onda o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan so'zi bo'lganlikdan, g'usl qilsam so'g'uqda halok bo'lishdan qo'rqib, junub turib namoz o'qidim", deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom kulimsirab qo'yib, Amir ibn Asni maqtadi. 157-bob qo'shin avatish.
Şu yili Recep ayida Peygamber aleyhisselam Ebu Ubeyde Amir ibn Cerrah başçılıqida 300 atlık qo'shin hazırlab, ularni Qizil dengiz bo'yida turishliq Juhayna qabilasiga hujum qilishga avatdi. Bu yil qahatchilik bo'lganlikdan qo'shinning uzuqi uchun ma'lum miqdorda xurmo berildi. Ular Qizil dengiz bo'yiga berib, dushmanni kutib yarim oycha turdi. Qo'shinning uzuqi tugab ketib, daraxt qavzoqlarini suv bilan ho'llab yedi. Qovuzlari titilib ketdi. Qo'shinning ichida mard odamning o'g'li Mard Qays ibn Sa'd ibn Ubada bo'lib, bu 3 kun ichida qo'shinga birdan 3 tuga suyib berdi. 4-cü kuni yana so'ymoqchi bo'lganda qo'shinning boshlig'i Abu Ubayda so'yg'ili qo'ymadi. Chunki Qays bu tugularni otasining nomida boshqalardan qarz olib so'yotadi. Abu Ubayda Qaysning otasining bu qarzni idrob qilmasligidan qo'rqdi. Qays: "Dadam kishilarning qarzini to'lab qo'yotsa, ochqonlarga tomoq beribotsa, Allah yo'lida urush qilayotganlar uchun olgan qarzimni bermamdi", dedi. Dushman bilan uchrashishdan umid bo'lmaganlikdan qo'shin oxiri Madinaga qaytib ketdi. Qays otasiga: "Qo'shinda bo'lgan kunlarimizda ocharchilik yuz berdi", dedi. Otasi: "Mol suyib bermadingmi?" dedi. Qays: "Suyib berdim, yana ocharchilik yuz berdi", dedi. Otasi: "Yana suyib bermadingmi?" dedi. "Suyib berdim, yana ocharchilik yuz berdi", dedi. Otasi: "Yana suyib bermadingmi?" dedi. Qays: "Yana suyib berishimga ruxsat qilinmadi", dedi. 158-bob Makkaning fathi qilinishi. Allah biror ishning vujudga chiqishini iroda qilsa, uning sabablarini hozirlab, to'salg'ularni tugitib beradi. Payg'ambar alayhisalom Quraysh xalqi bo'ysunmoqcha arablarning bo'ysunmaydiganligini, Makka itoat qilmoqcha boshqa joylarning itoat qilmaydiganligini biladi. Shunga u Makkani fath qilishni orzu qiladi. Lekin Payg'ambar alayhisalom va'dasiga nihoyatda vafo qiladigan odam bo'lg'achqa, Hudaybiyada Quraysh bilan tuzilgan sulhi uning bu orzusini ishga oshirishga to'sqinlik qiladi. Lekin Allah biror ishni vujudga chiqarmoqchi bo'lsa, uning sabablarini hozirlab beradi. Xuzoa qabilasining Payg'ambar alayhisalomning himoyasiga, Bakr qabilasining bo'lsa Qurayshlarning himoyasiga kirganligini yuqorqi boblarda so'zlab o'tgan edik. Jahiliyatda Xuzoa qabilasi bilan Bakr qabilasining orasida adovat bo'lib, bir-biri bilan urushib turadi. Islom dini maydonga kelish bilan ularning orasidagi dushmanlik besqib qolgan edi. Hudaybiya sulhisidan keyin Bakr qabilasidan bir odam Payg'ambar alayhisalomni hajiviy qilib naqsha etdi. Buni Xuzoa qabilasidan bir kishi anglab qilib, naqsha etgan odamni urdi. Buning bilan yushurun adovat qo'zg'aldi. Bakr qabilasi burunqi o'chmanlikni aslab, dushmanlar bilan urushga bel bog'lab, ittifoqdoshi bo'lgan Quraysh xalqidan yordam so'radi. Quraysh xalqi ularga maxfiy ravishda odam va qurol yordam berdi. Shuning bilan Bakr qabilasi Xuzoa qabilasiga hujum qilib, tinch aholidan 20 dan ortiq kishini o'ldirdi. Payg'ambar alayhisalomning ittifoqdoshi bo'lgan Xuzoa qabilasi buni ko'rib, Amr ibn As yetakchiligida elchilar hay'ati avatib, Payg'ambar alayhisalomga Bani Bakr bilan Qurayshning qilmishlarini xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom buni anglab, ularga: "Sizlarni o'zimni qo'g'daganda qo'g'dayman", dedi. Quraysh xalqi bu harakati bilan sulhini buzganligini o'ylab, qilmishiga pushaymon qildi. Ular sulhini puxtalab, uning muddatini uzartib, ishni ruslab kelish maqsadida boshlig'i Abu Sufyan ibn Harbni Madinaga avatmoqchi bo'ldi. Abu Sufyan otlanib, yuqorqi vaqadan Payg'ambar alayhisalomning xabari yo'q deb o'ylab Madinaga keldi. Va qizi Payg'ambar alayhisalomning ayoli Ummu Habibaning uyiga tushdi.
Abu Sufyan Peygamber Aleyhisselam'ın palazida o'ltirmoqchi bo'lib edi, Ummu Habiba palazni tortib oldi. Abu Sufyan, qizim, bu palazni atvorlig'iningmi yoki meni atvorlig'iningmi deb so'radi. Ummu Habiba, sen mushrik, nejis tursang, sening Peygamber Aleyhisselam o'ltiradigan palazda o'ltirishingga bo'lmaydi, dedi. Abu Sufyan onunğa, qizim, menden ayrılgandan keyin buzilgan ekansan, deb qizining yenidan chiqib ketdi. Masjidga Peygamber Aleyhisselamning yoniga berib, kelish maqsadini aytdi. Peygamber Aleyhisselam Abu Sufyandan biror ish bo'ldimi deb so'rab edi, u yo'q deb javob berdi. Peygamber Aleyhisselam, undaq bo'lsa, burunqi sulhida belgilangan muddat bo'yicha ish qilamiz, deb ortiqcha gap qilmadi. Abu Sufyan muhojirlarning cho'nglarining yoniga berib, ulardan o'z maqsadini amalga oshirish uchun yordam berishni so'rasimi, ularning hammasidan Rasululloh nima desa shu degan javobni oldi. Shuning bilan Abu Sufyan hech natijaga erisholmay Makkaga qaytib ketdi. Makkaliklar Abu Sufyanga, sen oynib islom diniga agishib ketding, deb tuhmat qildi. Abu Sufyan o'zini oqlash uchun butlarning oldida turib cho'qindi. Peygamber Aleyhisselam bo'lsa sahobalarni safarga hozirlik ko'rishga buyurdi va o'zining Makkaga otlanganligini Abu Bakrga aytib edi. Abu Bakr, "Ey Rasululloh, Quraysh bilan sening orangda kelishim bor emasmi?" dedi. Peygamber Aleyhisselam, "Shundoq, biroq Makkaliklar xiyonat qilib kelishimni buzdi", dedi. Ondan Peygamber Aleyhisselam Madinaning atrofidagi qir arablarini safarbarlikka chaqirib, kimki Allohga va oxirat kuniga ishonadi ekan, Ramazon oyida Madinaga hozir bo'lsin, dedi. Shuning bilan Aslam, G'ifar, Muzayna, Ashja'a, Juhayna qabilalaridan to'plangan kishilar Madinaga keldi. Rasululloh xabar tarqalib ketib, Quraysh xalqi urushga tayyorlanib qolmasin deb Makkaga otlanadiganligini qo'shindan maxfiy tutdi. Uning maqsadi Makkada urush qilish emas, balki Makkaning hurmatini saqlagan holda Makka xalqini tinch usul bilan bo'ysundirish edi. U Allohga iltijo qilib, "Ey Alloh, men Makkada paydo bo'lguncha jasuslarning Makkaliklarga xabar yetkazib qo'yishidan saqlag'in", deb duo qildi. Badr urushiga qatnashgan sahoba Hatib ibn Abi Balta'a Peygamber Aleyhisselamning Makkani fath qilish uchun zo'r qo'shin bilan otlanganligi to'g'riliq xat yozib, uni bir ayoldan yoshirincha Quraysh xalqiga avatdi. Peygamber Aleyhisselam buningdan vahiy orqali xabardor bo'lib, o xotinning orqasidan qo'g'lab berib, xatni elib kelishga Ali, Zubayr va Miqdodlarni avatdi. Ular Ravzaqoq degan yerda o xotinga yetishib bilib, uningdan xatni so'rab edi. O xotin yo'q deb xatni chiqarg'ili unamadi. Ular xatni topshirmasa, uning kiyimini soldiradiganligini aytgandalar, o xotin ondan xatni chechining orasidan chiqarib berdi. Ular xatni olib Peygamber Aleyhisselamga topshirdi. Peygamber Aleyhisselam Hatibni chaqirib buni so'rganda, Hatib, "Ey Rasululloh, men Quraysh qabilasidan emas, muhojirlar Quraysh qabilasidan. Ularning Qurayshdagi bola chaqalarini qo'g'daydigan yaqinlari bor. Mening Qurayshda yaqinlarim bo'lmag'achqa, ular mening yaxshiligimni e'tiborga olib, Qurayshda qolgan xotin bola chaqalarimni qo'g'dasin degan maqsadda xat yozib avatgan edim. Mening murtad bo'lib ketganim yo'q", dedi. Peygamber Aleyhisselam, "O rostini aytdi", dedi. Ömer qo'pib, "Ey Rasululloh, meni qo'yvat, bu munofiqning kallasini olay", dedi. Peygamber Aleyhisselam, "Hatib Badr urushiga qatnashgan. Shuni bilmaysanki, Alloh Badr urushiga qatnashganlarning ahvolini bilib, ularga xohlaganinglarni qilinglar. Sizlarni mag'firat qildim", degan, dedi. Allah bu to'g'riliq Qur'ondagi buni oyatni nozil qildi.
Ey müminler! Eğer sizler mening yo'limda jihad qilib va roziliqimni tilab chiqqan bo'lsanglar, mening dushmanimni va o'zinglarning dushmanini do'stlik izhor qiladigan yaqin do'st qilib olmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni inkor qilgan edi. Sizlar Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun ular payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan edi. Şundaq tursimi, sizlar ularga yuşurun dostluq etkizib Men sizlar yuşurgan va ashkorlagan narsalarni bilib turaman. Kimki shundaq qiladi ekan, ya'ni ularga dostluq yetkazadi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Sura Mumtahina 1-oyat. Payg'ambar alayhissalom Ramazon oyining o'ttirisida zo'r qo'shin bilan otlandi. Medinede öz o'rniga Abdullah ibn Ummu Maktumni qoldirdi. Qo'shin 10 ming g'ozidan tarkib topgan edi. Qo'shin Abwa degan yerga yetib kelganda Payg'ambar alayhisalomning eng ashaddiy dushmanlaridan 2 kishi uchrab qoldi. Ularning biri Badr urushiga qatnashgan Ubayda ibn Harisning qarindoshi, Payg'ambar alayhisalomning tog'asining o'g'li Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib edi. Yana biri ayoli Ummu Salamaning qarindoshi Abdullah ibn Umayya ibn Mughira edi. Ular musulmon bo'lish uchun kelib atadi. Payg'ambar alayhisalom ularni ko'rib, qabul qilib va nihoyatda xushal bo'lib, "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. Alloh eng marhamatlik zotdir", dedi. Sura Yusuf 92-oyat. Payg'ambar alayhisalom Kudayb degan joyga kelganda musulmonlarning ro'za tutib, qiynalib ketganligini ko'rib, ularni og'iz ichishga buyurdi. O'zimi og'iz ichibdi. Payg'ambar alayhisalomga yo'lda bola chaqalarini ilib, Madinaga hijrat qilib chiqqan tog'asi Abbos ibn Abdul Muttalib uchirdi. Payg'ambar alayhisalom uningga bola chaqasini Madinaga yo'lga solib o'tib, o'zining Makkaga bilib berishini aytdi. Qo'shin Marru Zahron degan joyga yetib borganda Payg'ambar alayhisalom 10 ming yerga o't qalashni buyurdi. Quraysh mushriklari Muhammad cheki yo'q zo'r qo'shin bilan kelib o'tibdi deb anglab, ahvolni o'qib kelish uchun Abu Sufyan ibn Harb, Hakim ibn Hizam, Budayl ibn Varqalani avatdi. Ular Marru Zahronga kelib qarab, go'yo Arafotning o'tlariga o'xshaydigan o'tlarni ko'rdi. Abu Sufyan, "Bu o'tlar Arafotning o'tlariga o'xshaydi-ku", dedi. Budayl ibn Varqa, "Amir oymoqining o'tlari", dedi. Abu Sufyan, "Amir oymoqining o'tlari mundoq ko'p bo'lmaydi", dedi. Rasulullohning kuzatchilari bularni ko'rib qilib, tutib Rasulullohning oldiga olib bordi. Abu Sufyan musulmon bo'ldi. Abu Sufyan ketay deganda Payg'ambar alayhisalom Abbosga, "Abu Sufyanni tog'ning og'zida tutib turgan, u musulmonlarni ko'rsin", dedi. Abbos Abu Sufyanni tog'ning og'zida tutib turib, uningga qabilalarning to'p-to'p bo'lib o'tayotganligini ko'rsatdi. Abu Sufyan har bir to'pning qaysi qabiladan ekanligini so'raydi. Ansarlarning qabilasi o'tganda, bu qabilaning alamdori Sa'd ibn Ubada, "Ey Abu Sufyan, bugun qonliq urush bo'ladigan kun. Ka'bada urush qilish durust bo'ladigan kun", dedi. Abu Sufyan, "Ey Abbos, Ka'bada urush qilish cheklangan kun nima degan yaxshi", dedi. Rasululloh bir to'p kichikroq to'p edi. Bu to'pning alamdori Zubayr ibn Avvom edi. Abu Sufyan Rasulullohga Sa'dning so'zini yetkazdi. Rasululloh, "Sa'd yolg'on aytibdi. Bugun Allohning Ka'basi ulug'lanadigan, Ka'baga yo'piq yapiladigan kun", dedi. Ondan Payg'ambar alayhisalom o'z to'pining alimini hajunga qadashni, Xolid ibn Validning Makkaning tuvan tarafi Kudadan kirishini buyurdi. O'zi Makkaning yuqorisi Kadadan kirdi. Jarchi chiqarib,
Her kishi o'zining hovlisiga kirib olsa, aman qoladi. Masjidga kirib olgan odam aman qoladi. Abu Sufyonning hovlisiga kirib olgan odam aman qoladi, deb jakarladi. Bundoq amalliq berish Rasulullohning eng zo'r xislati edi. Musulmonlarga zo'r ziyon zahmat yetkazgan gunohi cho'ng bir guruh kishilar buning sirtida edi. Ularning o'ldirilishi jakarlandi. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarhi shularning jumlasidan bo'lib, burun musulmon edi va Rasulullohga vahiy yozadigan katib bo'lgan edi. Keyin murtad bo'lib, payg'ambar alayhisalomga bo'htonlarni chaplab, Muhammad Alimun Hakim deb yozdisa, G'afurur Rahim deb yozsam, bumi bo'ladi deydi degan edi. Ikrama ibn Abu Jahl, Safvan ibn Umayya, Hubar ibn Aswad, Haris ibn Hisham, Zuhair ibn Umayya, Ka'b ibn Zuhair, Hamzaning qotili Vahshiy, Abu Sufyonning xotini Utbaning qizi Hindi va uningdan boshqa ozg'ina kishilarmi shularning jumlasidan edi. Rasululloh tig' ko'tarib qarshi turmagan har qanday kishini o'ldirishni man'iy qildi. Quraysh mushriklari Xolid ibn Valid qo'mondonligidagi qo'shindan cho'chib, bu qo'shinni chekindirish uchun ular bilan urushdi. Natijada mushriklardan 24 kishi o'ldi. Musulmonlardan 2 kishi shahid bo'ldi. Xolid ibn Valid Makkaning tuvan tarafidan hujum qilib kirdi. Payg'ambar alayhisalomning qo'mondonligidagi qo'shin hech qanday qarshilik uchirmadi. Rasululloh Allohga kamtarlik qilib, Allohning bu ne'matiga shukr qilib, tugisi ustida beshini bakmo tuvan silib mang'atdi. Hatta uning peshonasi tugining egariga tegib qolay degan edi. Usama ibn Zayd uning orqasiga mingashgan edi. Mana bu Ramazonning 20si bo'lib, juma kuni sahar vaqti edi. Rasululloh Hajun degan joyga yetib berib, shu yerga alam qadatdi. Bargah tikuzdi. Ummu Salama va Maymunalar payg'ambar alayhisalom bilan birga edi. Musulmonlar bu yerda azroq dam olgandan keyin Rasululloh Abu Bakr bilan so'zlashgach va sura Fatihni o'qigach mingib Baytullohga yetib bordi va tugi ustida turib Baytullohni 7 qatim tavob qildi. Tayiqi bilan Hajrul Aswadni istilom qildi. Bu chaqda Baytullohning cho'risida 360 but bor edi. Payg'ambar alayhisalom qo'lidagi tayoq bilan butlarni o'qib, islom dini maydoniga keldi. Butparastlik barbod bo'ldi. Butparastlik qayta bosh ko'tarmaydi, dedi. Ondan buyruq qilib, butlarni elib tashlatqizdi. Butlarning qatorida Ismoil va Ibrohim payg'ambarlarning qo'llarida pal o'qlarini tutib turgan haykallari bor edi. Payg'ambar alayhisalom: Alloh mushriklarni halok qilsin. Ular Ismoil bilan Ibrohimning pal o'qlarini aslo ishlatmaganligini biladi, dedi. Mana bu Ka'baning mazkur butlardan tunji qatim tozalangan kuni edi. Sahrolik va shaharlik butun arablar tarafidan ulug'lanadigan muqaddas Ka'ba bu butlardan tozalanib, ozg'inasini hisobga olmaganda butun arab zaminida butparastlik tugatildi. Arab zaminida butparastlikning butunlay tugatilib, izlarining yo'qotilganligi ustida keyin to'xtalamiz. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.